bilan, sizni yonlarida turishingiz bilan, sizni ozgina bo'lgan himmatingiz bilan ota-onalar ko'zi ko'karadi. Alloh fazl beradi, martaba baland bo'ladi. Inshaalloh ularga Alloh shifo beradi. Alloh taolo ruhiy va quvvatini Alloh oshiradi. Shuning uchun birodar, ota-onangizni xizmatini gerdayib to'layapman-ku emas, ota-onangizni xizmatini kirini yuvib, oyog'ini uqalab, siz xizmatida bardavom bo'lingki, toyinki vaqti o'tgandan keyin pushaymon bo'lasiz. Farzandingiz ham xuddi shunday javob qaytaradi va shu bilan birgalikda dunyo ne'matlarining eng fazilatlisi jannatning kalitini qo'ldan boy bergan bo'lasiz. Shuning uchun bizni tavsiyamiz, ota-onangizni xizmatlarini oz bo'lsa-da o'zingiz qilishlikka qiziqingki, Alloh taolo savoblaringizni ziyoda aylasin.